Assalomu alaykum qarindoshlar. To'g'ri mulozimati yurishlik darsiga xush kelibsiz. Bu bizning 20-chi qismlik dars. Ya'ni bu bizning eng oxirgi dars. Sub API ni o'sha Sub API da avtomatlashtirishning eng oxirgi darsi. Buningdan foydalanib biz shu projectlarni Sub projectlarni qana Sub UI detaildan foydalanib avtomatlashtirishni o'rgandik. Ya'ni bu Groovy script, Groovy ezqidan foydalanib biz oldingi darsda qanda shu bir requestga, bir iltimosga qimmat berishni avtomatlashtirishni o'rgangan. Endi buni shu Groovy scriptdan foydalanib qanda shuni mang'izish, ya'ni mani run qilishni qanda o'rganamiz. Groovy scriptdan. Bu eng oxirgi darsimiz. Shuni bilan butun avtomatlashtirib chiqqan bo'lamiz. Hamda biz qarasak biz Mayaga Turkiyaning TR qisqartirilmasini berdik-ku. Hech nima yo'q hozir bu yerga. O'chirib etdim. Yanasam hech nima yo'q. Endi mana Groovy scriptni avtomatlashtirib aşağıya kirgizdik shunami. Alsak hozir TR chiqdi. Endi mani mang'izmasak bo'lmaydi. Shunaqa? Endi qanday qilamiz deganda uni mang'izish uchun biz yana bir class kirgizishimiz kerak. Bu class shu WSDL test run contextdan foydalanib. WSDL test run context. Buning mushakagacha oldin qitimliqiligi XML holderning Sub UI'ga o'xshaydi. Uningda keyingisi mana shuni kirgizsizlar import qilib. Endi import qilgandan keyin, uni import qilib olgandan keyin biz mouse stepning qanda, chunki men hozir men disable qilib turay, faqat birsini mang'izay mouse stepniki. Masalan, mana mang'izmizmi? Mush stepni mang'izmiz. Shuni avtomatlashtiramiz. Taxminan sizlar hozir men faqat birini ko'rsatib qo'ydim, shuni avtomatlashtirishni. Sizlar buningga nihoyat ko'p deb o'ylsanglar bo'ldi. Masalan, 50-60 test case'lar bor deb. Agar sizlar ma property'dan kirgizsanglar, miyadin sirtqi hujjatda, ya'ni XML shaklda miyadin kirgizsanglarmi, load property values miyadin mana bisib browse qilib, bir saqlab shuning shaklda Excel hujjat shaklda, ya'ni ismi mavu, value mavu, qimmati mavu deb mishadin kirgizsanglar bo'ldi yoki ma property kirgizsanglar bo'ldi o'zingizning o'sha. Hamda men shuni qanday mang'izmay deganda, eng avval test stepning test runnerni yozib olaman. Ondan keyin uni yozib olib, uni shu WSDL test run contextga silib, ondan keyin mang'izsam bu mang'idi. Hamda mesela silib olay dev step deb biz olaymi shu test stepninkini. Buni qanday qildik? Test runner test case, bu o'zimizning test case'da shunga faqat qanday test steps. Bu test steps qaysi? Country info. Ma'vo hozir qanday bir test step tava bo'ldi. Ma test stepga. Hamda men mush kirgizgan WSDL test runner contextga mushni solaman. Buni def qilib qanday step context new shuni qanday ma stepni adresini ma yerga solaman. Hamda shuni run qilmaydi demoqchimishadi. Buni hamda stepni run qilaman. Run bu ikki parametr yozaman. Argument yoki qaysini birsiga test runner mang'uzi, yana birsiga mana bu sağan adres sağan WSDL ninki. Mana clear qilib, endi mang'uzsam
line 35 çataq chiqdi deydi. 35. Okay, mana test runnerni mana yozib qo'yibdim. Endi maqzayli. Mana o'ngishliq o'tdi. Run bo'ldi. Masalan, qanday run bo'ldi desak, ma'ni bilmay qolinglar. Men ma'ni o'chirib deb, men yerda run qilaversam, ishim yo'q, country not found deydi. Endi men yerda run qilay. Endi request qanda chiqadi mana. Turkey Ankara deb men yerdan avtomatik Groovy scriptdan shunda avtomatlashtiramiz. Darsimiz oxirlashdi. Shu proyektda avtomatlashtirish mushaygacha. Endi keyingi qarar darsimizda yangi darsda qanda REST API ni avtomatlashtirish so'zlaymiz. Tushungan nuqtalar asosida inkas shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.